Aziz kardeşler, bugün bir jılgam sebebi Uygurustan, Şarkı Türkistan'da vakıflarda, medyalarda nime talaşıp gitip vardı. Talaşıp gitip demiş gitsenler, biz Şarkı Türkistan degan sözünü karşı ilk başlasak vakıfta bu demiş gitsenler 33 yıldan 49 yıl ispaydanlardan nime o. Bizdeki yani şu Orta Asya, Kazakistan'daki halkımız, elimiz Uygurustan dep ülkemiz. Nemistana bu Uyguruslar bizge yakınlık, jukunluk, Nemistana öz vaxtida Uygurya dep bizdeki bütün dünyada atılıp ketken. Bunu qirg'inchimiz izlab ketgandek biz bundan keyin Sharqiy Turkiston atalg'usini qo'llanmasligimiz kerak. Sababi dunyoda ko'p davlatlar buni bilmaydi. Sharqiy Turkiston bilan Uyg'uristonniki ayirmasini mushukangacha to'lib yetmagan Uyg'urlar kichik diqqat qilinglar. Sharqiy Turkiston jug'rafiyalik nomimiz Uyg'uriston vatanniki nomi. Shuning uchun biz Uyg'uriston deb mamsak bizniki masalamiz shunchalik chapsan hal bo'ldi. Yani başka devletler bizge zor itibar kıldı. Мы против названия Шарк Туркестан, мы уйгуры, мы только за Уйгурстан. Потому что некоторые даже спрашивают, почему это в истории нет. В истории есть Уйгурстан. Шарк Туркестан, говорит, это было, говорит, в истории, говорит, в 1934 году. У нас история еще глубже, еще дальше. У нас больше 5000 лет нашей истории. И мы не должны стесняться говорить страну нашу, где мы уйгуры живем, Уйгурстаном называть. Это путь к нашему освобождению, это путь к нашему возврату нашей Родины. Biz muşu dünya boyunca barlık Uygur halkın muşu Uyguristan degan davlatning nomini qalaymiz. Muşu Uyguristan Uygurning vatani bo'lgan degan armon qilamiz. Biz o'zimiz uchun, kelajak ballarimiz uchun, navbatlarimiz uchun bizning Uygur millatining Uyguriston Cumhuriyeti bo'lsin deb armon qilamiz. Mana shuni hammamiz qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Salgan ketay Uygurim, o'ylanib, to'g'ri tushunishingni so'raymiz, o'tinib. Uyg'uriston degan Uyg'ur xalqining, har bir Uyg'urning vatani, bizning diyorimiz. Shuning uchun hammamiz qo'llab-quvvatlaylik. Biz mana Uyg'urlar, Qirg'izlar, O'zbeklar hammasi xohlaydi, butun natsiya o'z vatani xohlaydi. Qirg'izlarning Kirgiziya, O'zbekistonning O'zbekiston, bizning Uyg'urlar Uyg'uriston deb xohlaymiz. Bizning zaminimiz Uyg'uriston bo'lsin. Biz hammamiz shunga mishat o'tag'anlar. Ming Uyg'urlar shuning uchun qo'limizni ko'taramiz. Мы, уйгуры Казахстана, просим всех присоединиться и называть нашу родину Уйгурстан. Мы против этого названия Шаркы Туркестан, потому что это просто географическое название. Наши уйгуры имеют 5000-летнюю историю, а Шаркы Туркестан это только вот года 4 существовал. И это ошибочное было название. И ради этого ошибочного названия, вот результат то, что у нас 35 миллионов уже погибло уйгуров. Их уничтожают зверски. Поэтому мы все присоединяемся, чтобы все уйгуры объединились и все назвали одним словом Уйгурстан под одним знаменем. Biz Қазақстан азаматтары Uyghur халқының Uyg'uriston degan davlat otan bo'lganini xohlaymiz. Biz Uyg'uriston deb desak, mustaqillikqa chapchanroq yetimiz. Uygurustan yaşasın. Уйгурстан yaşasın! Уйгурстан! Mustaqil. Mustaqil.